Vengerni kim deb so'rayotgan olaman bilmasdiki, Arsenal tarixidagi eng buyuk murabbiy aynan shu inson bo'lishini. Hatto kelishidan oldinoq Dennis Bergkampdek Dahoni sotib olishni klub rahbarlariga shart qilib qo'yishini, uning qo'l ostida o'ynagan yosh o'yinchilar tinmasdan yulduzlarga aylanib borishlarini o'sha payti kim ham o'ylabdi deysiz? Azizlar, bu kechagi sana emas, 1996-yili bo'layotgan voqealar edi. U paytlari Maradona hali futbolda bor edi. Zidanni futbol ahli kashf etmagan. Badjo AQShdagi penaltisidan so'ng klub izlab yurar, terma jamoamiz 94-yilgi furordan so'ng ilk Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rardi. Arsen Wenger klubga bosh bo'lib kelganida men 3-kursda o'qirdim. Sport gazetasida chiqqan ilk maqolalarimdan sarmas yurgan davrlarim edi. Xitoydagi 23 yoshlilar chempionatida g'olib bo'lgan yigitlar endi tug'ilgan edilar. Ba'zilari hali tug'ilmagandi. Hali qo'l telefon nimaligini bilmasdik. Romantika magnitofonda Rustam G'oyipovning gullagan qo'shiqlarini eshitib yurardik. Braziliyalik Ronaldo futbolga endigina kirib kelgan, oltin to'pini o'zining antiqa driblinglari bilan qo'lga kiritgan davrlar esingizga tushgandir. Ko'z o'ngimizda uzoq tarixga aylanib ulgurgan sanada Arsen Wenger Arsenalga kirib kelgandi. Bizni futbolga oshino qilgan kamsonli insonlardan biri Wenger edi. U kimlarni kashf etdi? Arsenalni qay holatga ko'tardi? Buni hamma biladi. Anri aytadi. Wengerni tanqid qiluvchilar dunyodagi eng nodon kimsalardir. Men ko'p murabbiylar ko'rganman va ularning ichida Wenger tanho. Hamda bu tanholigini o'sha murabbiylar ham e'tirof etishadi. Arsen Wenger mana shu e'tibordan futbolni jozibalantirdi. Ayniqsa mag'lubiyatsiz mavsumida butun dunyoni shoshirib qo'ygan esingizda. O'sha Arsenal tufayli jamoa libosini sotib olgan va qizil oq sharfni taqib yurganlar hozir ham London klubining o'yinidan rohatlanishsa ajab emas. Chunki jamoa tarkibi 100% ga o'zgarib ketgan bo'lsa hamki, uning bir insoni, muhim richagi o'zgarmay kelayotgandi. Wenger